Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugungi obzorimiz ushbu ilon baliqlarimiz oziqlantirish bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek baliqlarimiz mayda-mayda qilib to'g'rab olamiz birinchi. Iloji boricha muzlagan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Hozir mana bitta laqqa balig'imiz bor edi. Shuning uchun buni muzlamagan bunisi. Holatda ham berib yuboramiz. Birinchi ko'rsatamiz hozir. Iloji boricha maydaroq qilinglar. Sababi endi baliqlar hammasi bir xil bo'lmaydi. Kattasi bo'ladi, kichkinasi bo'ladi. Og'ziga bemalol sig'adigan bo'ladi. Mana hozir sizlarga bitta ko'rsatib o'tamiz. Operator bitta ko'rsating, mana ilon baliqlarimizni. Mana. Ashlan qilib o'zi kelib yeb ketaveradi. Oziqlanib. Boshida ozgina cho'chiydi. Keyin ko'rgan oladi. Keling mana bu yoqqa. Qarab turinglar. Kelib o'zi sekin-sekin olib ketadi. Kameralarni bilmadim qanchalik ko'rinadi, mana hozir kattasi kelyapti, ko'rayotgan bo'lsanglar. Hozir kelib oziqlanadi. Mana. Ko'rinyaptimi akalar? Ashdan qilib sekin-sekin o'rgatib olsanglar bo'ladi. Boshida ozgina qo'rqadi. Bir xil vaqtda beradigan bo'lsangiz, o'sha vaqtda kutadi va o'sha soatda har kuni tepaga chiqib mana shunaqa tayyorlanib turadi. Buni ham bir o'ziga yarasha gashti bor. Haligi oziqlanishini tomosha qilishlik. Mana endi kelinglar. Buyoqdan oldindan muzlatib qo'ygan karas baliqlarimiz qancha chiqadi endi 100 gram 200 gram atrofida muzlatib qo'yganmiz. Xolodilnikga bitta berishlik qilib qo'yib qo'ysanglar ilon balig'inglarga yarashasini. Shunga qarab turib beraverasizlar. Ashuna bitta xon taxta qilib olasizlar. Mana iloji boricha nimtalasanglar yaxshiroq bo'ladi. Hozir bitta men pichog'im sal o'tmasaroq ekan. Shuning uchun yaxshi kesa olmayapti. Mana bunaqalarini kichkinalari yeyishiga juda bir qulay bo'ladi. Akalar tavsiya qilaman. Ilon baliqni boqish unchalik bir qiyin, bir qanaqadir mashaqqatli ish emas. To'g'ri endi hamma ishni o'ziga yarasha ozgina pastli balani qiyinchiligi bo'ladi. Bu ilon balig'iki u darajada boshqa baliqlarga nisbatan osonroq demoqchiman. Boqinglar, hamma yaxshi niyatda boqadi, tavsiya qilaman. Unchunchaki kasal ham bo'lavermaydi. Boqishlik qimmatga tushmaydi, arzon. Nima ko'p, mana bunaqa zapret tugagandan keyin bilasizlar, endi har yili mavsumiy zapret bosh bo'ladi baliqlar ovlashlik uchun. Sababi ikra tashlash mavsumida. U zapret o'tib ketgandan keyin bemalol kichkina malyoglari ovlasib turib tashlasanglar ham bo'ladi. Mana maydalar beraverasizlar. Ilon balig'i joni kiradi. Lekin ilon baliq shuni esdan chiqarib beringlar, o'lib sasib qolgan o'limtigi yemaydi. Svejiy bo'lsa, xuddi mana odam yeydi-yu bemalol. Shunaqalari yeydi. Mana hozir ko'rsatamiz. Yuring operator. Boshida yemayapti deb o'ylashingiz mumkin. Pastiga tushib ketadi, o'zi yeb oladi. Baliqlar hammasi bir joyga yig'ilib yotgan paytida huzurok chiqadi, ya'ni tagidan havo chiqadi. Shu yerda tashlagan joyingizga baliq kelganligini bilib olsangiz bo'ladi shu yerda.
Mana aka, bundan baliqlarimizni ko'rsating, mana yaqinroqdan qilib. Oldinroqdan muzlatib qo'ygan balig'ingizni suvga solsangiz, sal yumshagandan keyin mana shunaqa ko'chirib bersanglar ham zo'r bo'ladi. Mana shunaqa ko'chirib olasizlar. Ko'chirib olib turib, maydaroq qilib beriladi. Akalar, yana bir narsani aytib o'tdik. Narigi katta ko'limizda machni baliqlarimiz ikra qo'yib, уже ochib chiqyapti. Sotuvni ham yo'lga qo'yganmiz. Bundan oldingi videoda ko'rsatib o'tdim. Zangataga bitta akamizga ilon baliqqa qiziqar ekanlar, yangi boshlabdilar. Shu akamizga chiqarib yubordik bir partiyasini. Bir partiyasida nechta bo'ladi desiz, taxminan kami 1000 ta bo'ladi. Kami 1000 ta bo'ladi. Ko'pi bilan shu 2000-3000 ilon balig'imiz endi bizga juda katta emas. Agar 5 kilo, 10 kilo shunaqa balig'ingiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha statistikada keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra 5000 dan 10000, 15000 gacha ikra tashar ekan. Nima bo'lganda ham 70-80% ni hisoblab olaverasiz. Baribir 100% bo'lmaydi. Orada yo'qotilishlar bo'ladi. Shuni hisobiga akalar. Ekran pastda nomer qoldirib qo'yamiz. Telegramdan yozsanglar, va xolasa imkon qadar qo'ldan kelgancha shu lichinkalarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Narxi nech pul desangiz, narxi aka 2,5 million so'm bitta partiyasi. Shu o'zini tuxumni ochib chiqqandan keyin o'zini tutib olib, yurishni boshlaganda maxsus qoplariga solib kislorod urib beriladi. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Mana shunaqa qilib maydalab olasizlar. Akalar, ukalar, shu bilan obzorimizga yakun yasaymiz. Kuninglar xayrli bo'lsin. Qo'limizdan kelgancha ilon baliq to'g'risida ma'lumotlar berib boramiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like bosib, podpishka qilishingizni so'raymiz. Kuninglar xayrli o'tsin.